Assalomu alaykum mehnatsevar yurtdoshlar va studiyamizga kelgan mehmonlar. Assalomu alaykum ko'rsatuvimizning sadoqatli muxlislari. Doimgidek qiziqarli va dolzarb mavzular bilan xonadoningiz mehmonimiz. Bugun muhokamamiz markazida konvertdagi ish haqqi. Demak, boshladik. Albatta, marhamat. Marhamat. Dilnozaxon, bilasizmi? Odatda ish beruvchilar soliqdan qochish maqsadida ishchilarni rasman ro'yxatdan o'tkazmaydi va tabiiyki, rasman ro'yxatdan o'tkazmagandan so'ng ularga norasmiy konvertda maosh to'lashadi. To'g'ri aytyapsiz va bu holat ishchilarning mehnat huquqlari to'liq ta'minlanmasligiga, soliq tushumlari kamayishiga va yashirin iqtisodiyot kengayishiga sabab bo'ladi. To'g'ri aytasiz. Bugun studiyamizga soha mutaxassislarini taklif qilganmiz. Bizni tomosha qilayotgan tomoshabinlarimizga esa bizdan uzoqlashmang deymiz. Chunki bugun aynan o'sha norasmiy maoshning salbiy oqibatlari haqida gaplashamiz. Konvertdagi maosh nima? U nimasi bilan xavfli? Konvertdagi maosh tadbirkorni nuqtai nazaridan qaraganda buni plyus va minus taraflari bor. Deylik, misol uchun rasmiy ishga olish bu avvalambor plyus. Nimaga? Chunki o'sha siz aytgandek qonun doirasida ish qilsa o'ziga yaxshi. Lekin uni qog'ozbozligi, uni keyin istagan payti ishdan bo'shata olmasligi va hokazo biznes egasi uchun bu xavf, risk. Endi misol uchun biznes egasi mantig'i qanaqa? U fikrlaydiki, misol uchun korxona meniki bo'lsa va men bu xodimni korxonamda ishlashini xohlamayotgan bo'lsam, nima uchun buni ushlab o'tirishim kerak? Yoki nima uchun men buni bir taraflama bo'shatadigan bo'lsam bu insonni, nimaga keyin unga to yangi ish topgunicha yoki 3 oy mobaynida oyligini to'lab turishim kerak? O'zim misol uchun boshini uchiga ula olmayotgan bo'lsam yoki qarzdan chiqa olmayotgan bo'lsam-da va bu yana menga bosh og'rig'i deb fikr qiladi. Endi yana qaysi tomonlari bor? Misol uchun o'zimizning keysdan shu narsani aytishim mumkin. Deylik, bir ishdan bo'shatgan xodimimiz do'konni misol uchun parollarini biladi, signalizatsiya parollarini biladi, kalitlarini nusxasini yasattirib olganda, kechasi kelib turib, misol uchun o'g'irlik qilgan. O'g'irlik qildi, kirdi, hamma video kameralarni o'chirdi, DVRlarni o'zi bilan olib ketdi, kassani hamma narsalarini o'g'irladi, ketdi, keyin qo'lga tushdida, endi u odam norasmiy ishdan bo'lganligi uchun misol uchun bu qip-qizil o'g'irlik. Lekin ishlab turgan bo'lsa, misol uchun bu sho'xlik deb ham qaratish mumkin-da bu narsani. Kassam pulini o'g'irlab ketishini misol uchun. Olib turdim, kerak bo'lib qoldi, zarur bo'lib qoldi, ertaga joyiga qo'yib qo'yaman deb o'ylovdim degan bahonalar topish mumkin-da. Demak, o'sha holatda xodim rasmiy ishlab turgan bo'lganida yaxshiroqmidi yoki ishlamayotgan bo'lganida yaxshiroqmidi degan savol tug'iladi. Shunaqangi risklar borki, misol uchun o'sha joyda shu bola misol uchun adasi kattaroq joyda ishlaydigan odam ekan, xullas bu ishdan bo'shab ketgan bo'lsa ham sudda bu sho'xlik qilgan qilib o'zgartirib yuborishdi hamma narsani. Sud bo'ldi. Endi biz qamalishini xohlamagan edik-ku, lekin baribir sud bo'lsin va sudlanganlikni olsin. Chunki bu juda ham katta jinoyatda. Kechasi kelib burun do'konni urib ketishdi. Lekin u bola hali ishdan bo'shab ulgurmagan ekan, shuning uchun sho'xlik qildi, olib qo'yib qo'ymoqchi bo'lgan ekan joyiga, deb turib vaziyatni o'zgartirib yuborishdi. Yo bo'lmasam yana biznes egasi uchun qanaqa xavf bo'lishi mumkin? Deylik, misol uchun xodimlar katta kamomad chiqdi. Misol uchun oylar davomida sizni o'g'irlab kelishganda, siz misol uchun u narsani deylik xodimlarning ustidan mana kameralari, mana kamomad va hokazo deb shikoyat qildingiz. Shikoyat qildingiz, keyin misol uchun agar sizda ishlamayotgan bo'lsa-ku, bu o'g'irlik. Lekin ishlayotgan bo'lsa, keyin bu tovar o'zi qayerdan olingan edi, qani buni rasmiy kirimi bormi deb bu tomonga qarab urib ketib qolishadi-da. Ya'ni haqiqiy o'g'irni jazolash emas, korxonani jazolash tomonga qarab ketib qolishligi mumkin. Shuning uchun bu yerda konvertda maosh bo'lish kerakmi, bo'lish kerak emasmi? Yo'q, albatta iloji bo'lsa bo'lish kerak emas bu narsa umuman. Lekin qonunda qanchalikka to'siq, baryerlar, biznes egasiga nisbatan qiyinchiliklar ko'payaversa, bu biznes egasi albatta o'zini himoya qilish uchun nima qiladi? Boshida norasmiy olib ko'ray deydi. Misol uchun, sinov muddatini 1 oy emas, 3 oyga ham belgilashingiz mumkin.
lekin bu narsani ko'pchilik bilmaydi. Yana qanaqa holatlar bo'ladi? Deylik, xodimni ko'pincha yaxshi odamni ishga olib, unga yarasha lavozim topib berishga harakat qilishadi. Vaholanki bo'sh ish o'rniga nisbatan to'g'ri keladigan psixoportretni biznes egasi, rahbari oldindan belgilab tanlab olish kerak. Qaysi lavozimga qanaqa odam to'g'ri keladi, uni tajribasi qanaqa bo'lishi kerak, malakasi, psixoportreti introvertmi, ekstravertmi, melanxolikmi, sangvinikmi, har bir sohaga o'ziga yarasha mos kasb bo'ladi. Shu kutuvlarini to'g'ri qila olmaganligi uchun biznes egasi nima qiladi? Xato qilib olib qo'yadi-da, keyin bo'shata olmay o'tiradi. Farhod aka, sizga savol. Konvertdagi maosh nima u va nimasi bilan xavfli? Avvalambor konvert usulidagi maosh bu xodimni, ya'ni ishchi xodimni o'sha belgilangan tartibda o'sha mehnat shartnoma tuzmasdan turib ishga olinganligi natijasida o'sha ishchi xodimlar o'sha mehnat qonunchiligida nazarda tutilgan o'zidagi imtiyoz va kompensatsiyalardan foydalanolmasligi natijasida ularni o'sha haq-huquqlari o'z-o'zidan paymol bo'ladi. Shuning uchun hozirgi she'rsiz ham yuqorida ko'rsatib o'tgan anaqalari bo'yicha aytishim mumkin. Misol uchun ishchi xodimni 3 oy muddatda, sinov muddatida ishga olish huquqi bor. Agarda ish beruvchi 3 oy davomida sinov muddatda agar o'ta olmagan ishchi xodim bilan bir taraflama mehnat shartnomasini bekor qilish huquqiga ega. Agarda uni norasmiy ishlatiladigan bo'lsa, avvalambor o'sha ijtimoiy tusdagi masalalari o'z-o'zidan yechimi topilmay qoladi. Shuningdek, biz mana ko'pincha tajribada ko'p kuzatamiz. Qurilish obyektlarida, keyin umumiy ovqatlanish shoxobchalarida o'zi asosan norasmiy ishchi xodimlar uchraydi ko'proq. Qurilish obyektlarida norasmiy ishchi xodimlarni ishlatayotgan natijasida o'sha yetarli bilim ko'nikmaliga ega bo'lmaganligi bois o'sha ishlab chiqarishda bahs hodisalar ham ko'p uchraydi. Ishlab chiqarishdagi bahs hodisalar uchragan natijasida haligi ishchi xodim norasmiy olinganligi munosabati bilan uni ijtimoiy tusdagi masalalari o'z-o'zidan himoyalanmay qoladi. Va u kelajakda nogiron bo'lib qoladigan bo'lsa, uni to'lovlar masalalarida birmuncha muammolar vujudga keladi. O'shaning uchun hozirgi kunda ish beruvchilar o'ziga qo'shtirnoq ichida konvert usulida maosh to'lash va o'sha belgilangan tartibda buyruq bilan rasmiylashtirilmagan olish bilan o'zligini dalda berish bilan anaqa cheklanib qolishyapti. O'shaning uchun bizni hozir bu bo'yicha ish beruvchilarga keng ko'lamli tushuntirishlar olib boryapmiz. Bu menimcha hech qanaqa mehnat qonunchiligida nima yo'q, to'sqinlik yo'q bu. Tushunarli. Rahmat javob uchun va navbatni Akmal aka sizga beramiz. Buni salbiy oqibatlari juda ham katta. Bulardan ya'ni ish beruvchining mehnat daftarchasida ish staji yozilib borilmasligi sabab bo'ladi va uni pensiyaga to'lanmaydi. Buni kelajagiga ham ta'sir qiladi. Va hozir mana ipoteka kreditlari, kredit olish bankka murojaat qilsa ham bu rasmiy ish haqini talab qiladi. U norasmiy ish haqi u bankda ko'rinmaydi. U kredit olishga ham to'sqinlik qiladi va norasmiy ish haqi bo'lgandan keyin mehnat shartnomasi tuzilmasligi sabab bo'ladi. Mehnat shartnomasi yo'qligi bu ishchining huquqiy himoyasizligiga olib keladi. U hech qayerga borib huquqini talab qila olmaydi, chunki mehnat shartnomasi tuzilmagan. Konvertdagi ish haqqi go'yoki ish beruvchiga manfaat keltiradi, ishchiga esa zarar keltiradi deb tushunyapman yoki boshqacharoq tushunish kerakmi? Marhamat, bugun mavzu yuzasidan fikrlaringiz? Chunki ishchilarning mana shu vaziyati, huquqlari biroz cheklanadi menimcha, imtiyozlar ham deyarli yo'q bo'ladi. Avvalambor assalomu alaykum. Meni fikrimcha, mening nazrimcha, yuqorida qayd etilgan fikrlarni masalan ijobiy yoki salbiy xususiyatlar bilan bir qatorda bu yerda masalan huquqiy jihatdan himoya tizimi bilan bog'liq bo'layotgan jarayonlardagi oqibatlar, keyin ijtimoiy jihatdan bu bilan bog'liq bo'layotgan jarayonlardagi salbiy holatlar, iqtisodiy jihatdan bu bilan bog'liq bo'layotgan jarayonlardagi ma'lum bir qoida buzilishlar bilan bog'liq bo'layotgan holatlar ko'plab uchraydi. O'zi real bugungi kundagi amaliyotda ko'pincha bu fasli xarakterga ega bo'lgan munosabat hisoblanadi, chunki fasllar almashinuvi bilan bog'liq bo'layotgan jarayonlarda korxonalar faoliyatida norasmiy bandlikda ma'lum bir qismlar oshadi. Doimiy tarzda faoliyat ko'rsatuvchi korxonalarga nisbatan bu konvertdagi ish haqi tizimi bilan bog'liq bo'layotgan jarayon real amaliyotda unchalik ko'p uchramaydi. Shu fasl almashinuvi bilan bog'liq bo'layotgan jarayonlarda korxonalar faqat o'zining ish faolligini oshirish maqsadida
ya'ni savdo hajmining oshishi yoki ma'lum bir turdagi tovar mahsulotlarga nisbatan yalpi talab shakllanishi bilan bog'liq bo'layotgan jarayonlarda miqdor jihatdan sifat ko'rsatkichining o'sishi bilan bog'liq bo'layotgan jarayonlar ta'sirida konvertdagi ish haqi to'lov tizimini joriy qilishni afzal ko'rishadi. Chunki albatta yuqorida qayd etilgandek, buni iqtisodiy jihatdan yutuqlari korxona uchun o'sha soliq to'lash bilan bog'liq bo'layotgan jarayonlarni chetlab o'tish yoki bo'lmasa mehnat qonunchiligi bilan bog'liq bo'layotgan jarayonlardan o'sha ishchi xodimni mehnat salohiyati bilan bog'liq bo'layotgan jarayonlarda kompensatsiya tizimi yoki boshqa holatlar bilan bog'liq bo'layotgan munosabatlardagi o'rnini chetlab o'tish orqali namoyon bo'ladi. Endi buni iqtisodiy jihatdan salbiy oqibatlari ko'proq deb o'ylayman. To'g'ri, masalan, ijtimoiy jihatdan ish topolmagan yoki ma'lum bir muddat ishsiz yurgan fuqarolar ijtimoiy jihatdan qo'llab-quvvatlash uchun ma'lum bir tizim ta'siri ostida maqbul kelishi mumkin, lekin iqtisodiy jihati bu mamlakatda yalpi ichki mahsulotni o'sishi bilan bog'liq bo'lgan holatda rasmiy ko'rsatkichlar tizimini pasaytirib yuboradi. Bu keyinchalik umuman xalqaro doirada yoki milliy doirada yalpi ichki mahsulotni baholash bilan bog'liq bo'lgan turli xil tafovutli jarayonlarni vujudga keltiradi va biz iqtisodiyotda aholi turmush farovonligi bilan bog'liq bo'lgan ko'rsatkichlar yuzasidan obyektiv ma'lumotlarni ola olmasligimizga sabab bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum. Barcha ekspertlar to'g'ri aytishdi. Bu lekin bir jihati ham bor. Misol uchun xalqaro mehnat tashkilotini ekspertlarini fikriga ko'ra, norasmiy bandlikni mehnat bozoriga, aynan mehnat bozori uchun salbiy ta'sirlari bo'lgani kabi ijobiy ta'sirlari ham bor. Buni eng birinchi ijobiy ta'siri bu ishsizlik darajasini me'yor jihatini me'yor darajada ushlab turishga xizmat qiladi. Sababi agar misol uchun O'zbekiston misolida ham qaraydigan bo'lsak, bugungi kunda norasmiy bandlik 38% ni tashkil etsa, bu degani ishsizlikni shuni hisobiga biz bugungi kunda 5.4% ga qisqartirib kelishimizga, ya'ni sabab bo'lyapti ham desak bo'ladi. Bu norasmiy bandlik bu o'zi aslida butun dunyo mamlakatlarida kuzatilib keladigan jarayon. Bu rivojlangan mamlakatlarda ham rivojlanayotgan va ayniqsa rivojlanmagan mamlakatlarda juda yuqori ko'rsatkichlar bilan kuzatib kelinadi. Lekin shunga qaramasdan yuqorida aytganimdek, bu ishsizlik darajasini me'yorda ushlab turish uchun bir tomondan imkon yaratsa, ikkinchi tomondan mana shu ba'zi ko'nikmalarga ega bo'lmagan yoki bo'lmasam oliy ma'lumot kabi ma'lumotlarga ega bo'lmagan ishchilarga yoki xodimlarga daromad topish manbai ham sanaladi. Shuning uchun buni albatta iqtisodiyotga salbiy oqibati juda ham katta. Bu asosan shu soliqli ko'rinishida bo'lsa, lekin buni ikkinchi bir qisman bo'lsa ham ijobiy tomoni mana shu ishsizlik darajasini me'yorda saqlab qolish deb aytsa bo'ladi. Rahmat sizga, Muhammadxon. Xalqaro mehnat tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilda 2 milliard odam norasmiy sektorda mehnat qilganligini ko'rsatyapti. Aynan yashirin iqtisodiyotning eng yuqori ulushiga ega davlatlar Amerika Qo'shma Shtatlari, Ruminiya, Gretsiya, Bolgariya, Latviya va Italiya ekan. Xo'sh, bu borada O'zbekistonda vaziyat qanday? Haqiqatan ham yuqorida sanab o'tildi. Jahon mehnat tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, 23-yilda o'sha dunyo aholisining, ya'ni 2 milliard, ya'ni 25% ni o'sha norasmiy sektorda band bo'lgan fuqarolar tashkil etgan. O'zbekiston Respublikasida 24-yildagi o'sha ma'lumotni olib tahlil qiladigan bo'lsa, 24-yilda jami norasmiy sektorda 5.500.000 nafar aholi band bo'lgan bo'lsa, bu umumiy bandlarning 38% ni tashkil etganda. Jami bandlarni misol uchun oddiygina olib qaraydigan bo'lsak, 14 milliondan sal ortiqroq jami bandlarni 38% ni tashkil etmoqda. Bundan tashqari o'sha huquqni muhofaza qiluvchi organlar, shu bilan birgalikda soliq qo'mitasi hamda o'sha mas'ul tashkilotlar tomonidan o'tkazilgan o'rganishlar natijasida 2024-yilda 179 mingta korxona tomonidan 1.200.000 o'sha nafar ishchi xodimga konvertda ish haqqi to'lanib kelinganligi aniqlangan hamda bu natijasida byudjetga 2 trillion miqdorda zarar, ya'ni o'sha soliq ko'rinishidagi byudjetlar yo'naltirilmasdan qolganligiga sabab bo'lgan. Xalqaro amaliyotda o'zi o'sha konvertda oylik ish haqqini to'lash, ya'ni o'sha norasmiy bandlikni yuqori bo'lishiga asosiy
omillar sanab o'tilgan. Birinchisi o'sha soliq yukini og'irligi bo'lsa, ikkinchisi bevosita o'sha mehnat qonunchiligidagi o'zaro bartaraf etib bo'lmaydigan har xil ziddiyatlar bo'lishi mumkin, ya'ni biznes jarayonlar yetarli darajada takomillashtirilmagan bo'lishi mumkin. Uchinchisi bevosita o'sha bir tomondan ishchi, ikkinchi tomondan ish beruvchining huquqiy madaniyati shakllanmaganligi sifatida keltirilgan va eng asosiysi o'sha soliq to'lashdan bo'yin tovlash holatini yuqoriligi. Keling. Tez kunda yangilikning qaynog'i bo'ladi. Hozircha esa reklama. Teraflex Ultra tarkibida gingerol bor. U og'riqni yo'qotishga yordam beradi. Bo'g'imlarni tiklash uchun esa xondroprotektorlar va noyob kollagen saqlaydi. Teraflex Ultra. Bozordan hammasini oldingizmi? Humans. Kreditchi? Kreditni to'ladingizmi? Humans. Yordam beramizmi? Humans. O'zingizga mahsulot sotib oldingiz. Muhtojlarga yordam bering. Humans. Aqllilar uchun har kuniga. Adasi eshitdingizmi? Marketda 50% chegirmaga promokod berishyapti. Katta oila uchun ko'p mahsulotlar marketda bor. Bo'lib to'lash mumkin. Marketda. Ajoyib market. Bundan tashqari marketda mahsulotlarni solishtirish mumkin. Bu marketmi? Yo'q, bu boshqacha market. Market Yandex.Go. Yandex.Go'ni oching, marketga bosing va birinchi buyurtmaga mahsulotlarni Pochen promokodi bilan 50% chegirmaga xarid qiling. Ishoning, juda ham qaynoq bo'ladi. Rahmat fikrlari uchun va ayni daqiqalarda esa soliq qo'mitasidan tashrif buyurgan mutaxassisga so'z navbatini beramiz. Marhamat. Yuqorida ekspertlarimiz to'g'ri ta'kidlab o'tishdi. O'zbekistonda ham eng shu xufiyona iqtisodiyotda eng yuqori ulushlarni shu sanoat, qishloq xo'jaligi, keyin uy bozori tashkil etib keladi. Soliq organlari tomonidan ham shu bandlikni ta'minlash bo'yicha bir necha amaliy ishlar olib borilmoqda. Jumladan mehnat qonunchiligiga rioya qilish, aholini bandligini ta'minlash yo'nalishida bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida 16 ta vazirlik va idoralar faoliyat yurityapti. Ayni xufiyona iqtisodiyotni qisqartirish yo'nalishi bo'yicha. Biz bilamizki, xufiyona iqtisodiyotning eng asosiy bosqichlari, ya'ni bo'g'inlarga bo'lib qaraydigan bo'lsak, dastlabki bo'g'ini bu shu norasmiy ishchilar tashkil etadi. Xufiyona iqtisodiyotni norasmiy ishchilar bu o'z o'rnida shu xufiyona iqtisodiyotda zanjirni buzilishiga olib keladi. Ya'ni biz bilamizki, har bitta norasmiy ishchi xodim konvert usulida ish haqi olgandan keyin u o'z-o'zidan soliq to'lamaydi. O'z-o'zidan bu tadbirkorlik subyektidan qonun buzilish holatlarini keltirib chiqaradi. Bugungi kunda kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi, moliya organlari, prokuratura, departament, soliq xizmat organlari tomonidan ham O'zbekiston mahallalar uyushmasi tomonidan mana reja qo'yilgan. Ya'ni 2025-yil davomida 500 ming nafar ishsiz aholini bandligini ta'minlash, ya'ni rasmiy sektorga o'tkazish, norasmiy sektordan rasmiy sektorga o'tkazish ishlari amalga oshirilmoqda. Bu borada soliq qo'mitasi tomonidan birinchi chorak davomida 62 ming nafar ishchi xizmatchilar faoliyati legallashtirildi. Endi legallashtirish deganda o'sha 2025-yil davomida reja qo'yilgan bo'lsa 500 ming nafar qilib 500 ming nafar shunaqa tizim yaratilganki, kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi tomonidan ro'yxat yuritilsa-da, ushbu ro'yxat qachonki soliq organlari tomonidan tasdiqlab berilsa, ya'ni soliq hisobotlarida aks etgan fuqarolar bandligi ta'minlangan fuqarolar deb tan olinadi. Endi shu kungacha har bitta vazirlik tashkilot o'zlari yuritardi. Shu legallashtirish bo'yicha o'zining hisob-kitob bor edi. Endi hozir mexanizm o'zgartirib, har bitta fuqaro soliq qo'mitasi organlari tomonidan tasdiqlab berilgandagina shu bandligi ta'minlangan fuqaro deb tan olinadi. Bu narsa oldinlari YMMT deb qisqa atama bor. Ya'ni yagona milliy mehnat bazasidan o'tgan fuqarolar tan olinardi. Endi bugungi kunga kelib soliq hisobotlarida aks etsagina ushbu fuqarolar bandligi ta'minlangan deb hisobga olinadi. Rahmat fikrlar uchun va yana mehmonlarimiz borlar. Gulhayo, sizga yuzlanamiz. Siz ham iqtisodchisiz, ham psixologsiz. Umuman olganda faqat to'g'risini ayting. Mana shu davringizga qadar balki siz ham konvertda maosh olgandirsiz.
yuqoridagi ekspertlarimizni fikrlariga qo'shilaman. Bu konvertdagi ish haqi bizni jamiyatimizda yuqori o'rinda turadi deb o'ylamayman, chunki o'zim ko'p hollarda duch kelmaganman bu narsa bilan. Bu holat men psixolog sifatida aytadigan bo'lsam, ishchilarga, ya'ni o'sha ish faoliyatini olib borayotgan xodimga o'ziga bo'lgan ishonchni va kelajagiga bo'lgan ishonchni kamaytiradi. Chunki ertangi kuniga, ertangi holatidagi unga kelajakka bo'lgan xavotir uni har doim o'yga soladi. Chunki bu olayotgan konvertdagi oyligini keyingi kelajakdagi ish joyiga hech qanday isbotlab bera olmaydi va bu holat uni ertam nima bo'ladi degan vahima bilan, hattoki bunday holat ba'zida o'sha shaxslarda depressiya holatiga ham olib keladi. Chunki unda vahima, xavotir har doim kuchli bo'ladi. Bu ishim to'xtab qolsa, kelajagim nima bo'ladi, keyingi ishim nima bo'ladi, har doim menga shu ish bo'ladimi degan xavotir bilan har doim ular ish olib borishadi va bu holat nafaqat o'sha xodim, balki o'sha jamoada ham ko'ngilsizlik holatlariga olib keladi yoki turli xil ig'vo gaplarga, mishmishlarga ham olib kelishi mumkin. Chunki solishtirish bo'ladi-ku har yerda. Unga qancha beribdi, bunga buncha beribdi degan narsa bilan solishtirish bo'ldimi, u yerda raqobat ham bo'ladi. Ba'zi hollarda agressiv holatga ham tushib qoladi odamlar. Biz buni albatta xususiy tashkilotlarda ko'rmaymiz, kam hollarda ko'ramiz. Ya'ni men o'zim aytaman, taxminim bo'yicha mana restoran, kafelardagi xodimlarimizni, ularga ofitsiant girgittonlarni aytishimiz mumkin. Ularni o'sha bir-biriga solishtirish holatida ular kelajagini, o'sha o'ziga bo'lgan ishonchini kamaytirib qo'yadi va bu jamiyatda yashirin iqtisodiyotini kuchaytirishga sabab bo'ladi. Va bundan tashqari mana ayniqsa poytaxtimizda bunyodkorlik ishlari amalga oshirilyapti. Qurilish sohasida ham ish olib borayotgan ishchilar, faoliyatini olib borayotgan ishchilar ham tabiiyki mana shu jarayondan maosh olayotgan bo'lishlari mumkin, to'g'rimi? Albatta, bu birinchi o'rinda aytaman, shu soliqdan qochish, jamiyatimizning solig'iga o'z hissasini qo'shishdan qochish hisoblanadi. Bu orqali biz nima uchun O'zbekistonga xizmat qilish uchun, ya'ni unga oz bo'lsa ham kelajagiga ravnaq qo'shish uchun, o'zimizni hissamizni qo'shish uchun bu yurtni biz yashamoqdamiz. Men hammaga aytaman, shu men endi o'zim ko'zim bilan guvoh bo'lmaganman, iloji boricha mana shu jamiyatga oqilona yuz bilan yuzlashsak, har bir ishimizda halollik bo'lsa, bu o'zimizda bo'lgan ishonchni ham yuqori qiladi. Konvert qanaqadir bir insonlarga, ya'ni ish qidiruvchilarga jozibali eshitiladi, ham ko'rinadi, ham eshitiladi. Konvert usulida ish haqi olasiz. Chunki siz misol uchun tasavvur qiling, siz ishingiz yo'q, siz ishlab borasiz. Siz majbur bo'lasiz ish beruvchining talabiga ko'nishga. Siz ham sizga ham bu qulay keladi konvert usulida olishga. Ya'ni konvert usuli bu faqat naqd ko'rinishda. U hech qachon sizga norasmiy band vakiliga nima edi, plastikni bermaydi yoki ish haqini nima edi, peristeniya bilan bermaydi. Faqatgina naqd ko'rishdi. Bu qaysidir ma'noda ish izlab boruvchiga qulaylik hisoblanadi. Shu uchun ham ish beruvchini bunaqa talabiga ko'nishga majbur bo'ladi. Qaysidir tarafdan ham qulayligi tarafdan ham majbur bo'ladi, chunki unga ish kerak, oylik ish haqi kerak. Bu narsani biz ko'proq kuzatamiz qurilish sohasida. Bu hech qanaqa bu nima mavsumiy ishda bugun bor, ertaga yo'q bo'ladigan ishda ish beruvchilar ham misol uchun 2 kun ishlaydimi, 3 kun ishlaydimi, ish haqqi to'lagan uchun agar ishchi xodim o'sha ish beruvchi tomonidan ajratilgan ish yoki belgilab bergan ish yoqmasa ketishi mumkin-da. Shuni oqibatida ham nima edi, o'rtada o'zaro mehnat munosabati rasmiy ravishda tashkil etilmaydi. Ish haqqi ham xuddi shunaqa ishbay o'zaro kelishuv asosida. Bu narsani kuzatishimiz mumkin bugungi kunda qurilish tashkilotlarida, umumiy qatnashish korxonalarida. Soliq tomonidan, soliq tashkilotlari tomonidan aynan xususiy sektorda ishlaydigan ish beruvchilarga nisbatan qanday choralar ko'riladimi? Albatta, soliq organlari tomonidan, ya'ni ularga tegishli ta'sir choralari bor, huquqiy oqibatlari bor. Bu faqatgina nima edi, tadbirkor o'ylashi mumkin, men o'zaro kelishuv asosida ziddiyat kelib chiqmayapti deb o'ylashi mumkin, qabul qilishi mumkin o'zining fikricha. Men ish so'rovchiga oyligini naqd pulda beraman, konvert usulida beraman, u rozi, men ham rozi deb o'ylashi mumkin. Lekin buni huquqiy oqibatlari bor. Birinchisi sanab o'taman. Ish izlab keluvchiga, ya'ni ish so'rovchiga
huquqiy oqibati. Bu ertaga kelajakda misol uchun bank krediti ololmaydi, keyin davlatdan ijtimoiy xizmatlarni to'liq qabul qila ololmaydi, keyin haligi daromad solig'i bo'yicha deymiz, deklaratsiya. Misol uchun vaqt keladi, o'g'il qiz farzandi yoki o'zi o'qishga kirib turib, boyagi davlatdan 12% daromad solig'ini qaytarib olishdi, rasmiy ishga ega bo'lmaganligi oqibatida davlat tomonidan taqdim etilgan iqtisodiy, ijtimoiy imtiyozlar bordi. O'shalardan to'liq foydalana ololmaydi. Bu ishchi tarafdan. Ana endi ish beruvchi tarafdan minus taraflari aytaman-da. Bu misol uchun yuqorida siz aytib o'tdingiz, biz uni qoralamoqchi emasmiz. Uni plus minus taraflarini prosta sanab o'tmoqchimiz. Shunchaki, ha. Shunchaki. Sabab va oqibatlari. Endi ish beruvchiga huquqiy oqibatlar ta'siri. Bu birinchidan soliq hisobotlarida ishchi xodimlarni to'liq ko'rsatmaslik yoki kamaytirib ko'rsatish. Bu ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 172.5-moddasiga asosan unga ma'muriy javobgarlik minimal ish haqi miqdorini 3 barobar miqdorida unga ma'muriy jarima qo'llanadi. Soliq kodeksi bo'yicha esa ish beruvchiga, ya'ni yuridik shaxsga ish haqi fondini 20% miqdorida moliyaviy sanksiya qo'llanishga sababchi bo'ladi. Yuqoridagi fikrlarga qo'shimcha qilgan holda shuni aytmoqchiman. Aynan konvertdagi ish haqida ko'plab salbiy taraflar, jihatlar aytib o'tildi. Lekin bir narsani inobatga olishinglarni so'rardim. Aynan misol uchun to'g'ri, konvertdagi ish haqqi barcha ishlarni qabrab olmagan. Albatta, ba'zi bir ishlarda uchrashligi mumkin. Lekin mavsumiy ishlarda deb yuqorida deylik, ha, aynan misol uchun bir yosh misol uchun mana shu shaxs bo'lib erishaman degan paytda aynan mana shu konvertdagi ish haqqi, ya'ni norasmiy ish jarayoni bo'lib o'tgan paytda misol uchun bu yosh misol uchun mana shu kasbni egallayman deb turgan paytda shu narsani bilib qolsa, buni oqibati nimaga olib keladi? Shu narsaga ham bir to'xtalib o'tishinglarni so'radim. Ya'ni nimaga? Misol uchun konvertdagi ish haqqi, ya'ni norasmiy ish haqqi misol uchun ba'zi bir ish bandliklarining o'rnini egallab turadi. Ya'ni misol uchun qanaqadir ish lavozim bormi, deylik, uni misol uchun norasmiy ish qilgan odam misol uchun egallab turibdi. Endi misol uchun yosh deylik, mana shu kasbni egallayman degan yoshi bir fikr paydo bo'ladi. Ya'ni chet elga borsam, u yerda ish haqqi misol uchun vaqtida to'lanadi. U yerda hech qanaqa norasmiy ish haqqi yo'q. Ya'ni norasmiy ish yo'q. Hamma narsa rasmiy, shu darajada misol uchun unda fikr paydo bo'ladi. Bu jihatdan misol uchun qanaqa ishlar olib borilmoqda? Ya'ni yoshlarning fikriga ham qaysidir ma'noda ta'sir qilmaydimi bu narsa? Kim javob beradi? Marhamat. Juda o'rinli savol bo'ldi. Yuqorida bu bilan bog'liq bo'layotgan masalalar, ma'lum bir jihatlarni ko'rdik, lekin biz menimcha e'tibor berishimiz kerak. Bu yerda faqat oqibati nuqtai nazaridan yondashish ma'lum bir ma'noda o'rinli emas. Chunki sababi nima degan savolga javob topsak, uni oqibatini yengillashtirish bilan bog'liq bo'layotgan masala biroz bo'lsa ham yengillashadi. Masalan, qani nima sababdan u konvertdagi ish haqini olish jarayoniga rozi bo'ldi? Chunki uni masalan ish beruvchi majbur qilmadi, o'zini roziligi bilan ixtiyoriy tarzda shu konvertdagi ish haqi to'lov tizimiga rozi bo'ldi xodim degan savolga javob berganda, avvalambor bu yerda meni fikrimcha mehnat munosabatlarini tashkil etish bilan bog'liq bo'layotgan jarayonlarda mehnat bozorining turli xil shakllari bor. Masalan, biz bilamiz, monopoliya sharoitida monopolistik mehnat bozori, keyin oligopolistik mehnat bozori bilan bog'liq bo'layotgan jarayonlar, keyin sof raqobat muhitiga asoslangan mehnat bozori bilan bog'liq bo'layotgan jarayonlar. Bu yerda masalan sof raqobat muhitida ishchilar ham ko'p ishlamoqchi bo'lgan, ya'ni mehnat layoqatiga ega bo'lgan va o'z navbatida ish beruvchilar ham ko'p. Hech kim masalan hech qanaqa cheklov o'rnatmagan. Sof mehnat munosabatlari bilan bog'liq bo'layotgan jarayonlar o'sha mehnat shartnomasi ta'sirida shakllanib ketaveradi. Endi monopoliya sharoiti bilan bog'liq bo'layotgan jarayonlarda bevosita endi ish beruvchi o'zi talabni qo'ygan holatda ish haqini shakllantirish bilan bog'liq bo'layotgan mexanizm qo'llaydi. Bunda o'z navbatida avtomatik ravishda mehnat munosabatlari bilan bog'liq bo'layotgan jarayonlarda sifat ko'rsatkichlari ma'lum bir ma'noda oshadi. Bu yerda endi qo'shimcha talabni qo'yilishi bilan bog'liq bo'layotgan jarayonlar bo'lishi mumkin. Masalan, u mehnat unumdorligini oshirish xohlaydi. Ish sifatini takomillashtirish bilan bog'liq bo'layotgan jarayonlar ma'lum bir mexanizmga nisbatan mustaqil yondashuvda amalga oshiradi. Albatta, xususiy sektor faoliyatini tartibga solish bilan bog'liq bo'layotgan jarayonlar bundan mustasno. Endi o'z navbatida aytmoqchiman, bu jarayonda aynan o'sha konvertdagi ish haqi bo'yicha ish haqini olmoqchi bo'lgan shaxs yoki ishga kirmoqchi bo'lgan xodim deymizmi, norasmiy ma'noda, bu xodim qaysidir ma'noda o'sha mehnat majburiyatlari bilan bog'liq bo'layotgan jarayonlarni to'liq bajarib bera oladi, qaysidir bir jihatlarini bajarib bera olmaydi, o'zi ixtiyoriy tarzda rozi bo'lishi bilan bog'liq bo'layotgan jarayon avtomatik ravishda ro'y beradi. Buni hech qanaqa ish beruvchi uni mehnat munosabatlari bilan bog'liq bo'lgan jarayonlar buzilishiga salbiy ta'sir bilan bog'liq bo'lgan jarayonlar joriy qilish maqsadida qo'llamadi. U o'zi ixtiyoriy tarzda
mehnat munosabatlaridagi ma'lum bir majburiyatlarni to'liq bajara olmaganligi uchun ham rozi bo'lyapti. Agar u to'liq majburiyatlarni bajara olganda yoki masalan uni intellektual qobiliyati, ish kuchi bilan bog'liq bo'layotgan qobiliyati bo'lganda, u sof raqobat sharoitidagi mehnat bozorida o'zini ish kuchini oldi sottisi bilan bog'liq bo'layotgan jarayonlarga nisbatan yondashuvni amalga oshirgan bo'ladi. Shuning uchun bu jarayonda mening fikrimcha mehnat munosabatlarini tartibga solish bilan bog'liq bo'layotgan normativ huquqiy asoslar qaytadan bir ko'rib chiqish kerak, chunki standartlar tizimi bilan bog'liq bo'layotgan jarayonlarga masalan sof raqobat muhiti sharoitida qanaqa bo'ladi, monopolistik sharoitda qanday mehnat munosabatlari bilan bog'liq bo'layotgan jarayonlarga nisbatan yondashuv amalga oshadi yoki boshqa mehnat bozorini tashkil etish bilan bog'liq bo'layotgan jarayonlarga yondashuv qanaqa amalga oshadi degan savollarga javob bersak, siz aytgan savollarning ma'lum bir jihatlarini biz ham huquqiy, ham ijtimoiy, ham iqtisodiy, ham ma'lum bir ma'noda siyosiy doirada ham hal qilgan bo'lishimiz mumkin deb o'ylayman. Rahmat. Qimmatli vaqtingizni sifatli reklamaga sarf qilmoqchimisiz? Unda bizda reklama. Men doim shunday uchishni orzu qilardim. Yo'q, biz dam olamiz deb o'ylagan. Tizzalarim nolimasligi uchun menga Terraflex Ultra yordam beradi. Axir uning tarkibida gingerol bor. U og'riqni yo'qotishga yordam beradi. Bo'g'imlarni tiklash uchun esa Hondra protektorlar va noyob kollagen saqlaydi. Sizning sevimli bo'g'imlaringiz uchun Terraflex Ultra bor. Kalsimin bu tarkibida 5 ta mineral bor yagona kalsiy preparati. Minerallar kuchli suyaklar va nafis tirnoqlar uchun kollagen hosil qiladi. Kalsimin. Bayer. Qaynoqqina qahva, samimiy suhbatdosh va albatta siz sog'ingan qo'shiqlar. Xullas, xiyobonda ko'rishamiz. Va yana bir narsa, konvertdagi maosh nimasi bilan xavfli bo'lishi mumkin? Birinchidan, norasmiy maosh hech qayerda qayd etilmagani pensiya va boshqa ijtimoiy to'lovlar bo'lmasligini anglatadi. Ishdan ketganda yoki mehnat qilish qobiliyati yo'qotilganda ishchilar ijtimoiy ta'minotsiz qoladi. Ikkinchidan, mehnat huquqlari kafolatlanmaydi. Xodim rasman ro'yxatdan o'tkazilmasa, u rasmiy ishchilardan farqli o'laroq mehnat ta'tili, davolanish, mukofotlanish va boshqalardan mahrum bo'lishi mumkin. Uchinchidan esa bu byudjetga soliq va tushumlarning kamayishiga olib keladi. Byudjet mablag'lari aholining ijtimoiy himoyasi, ta'lim va sog'liqni saqlash, xavfsizlikni ta'minlashda eng muhim ahamiyatga ega. Norasmiy iqtisodiy munosabatlar ushbu jarayonlarning moliyalashtirilishini sekinlashtiradi. Demak, hurmatli teletomoshabinlar, mavzuni davom ettiramiz. Mavzu yuzasidan hurmatli ekspertimiz Farhod akamni yana fikrlarini eshitamiz. O'sha hozir yuqorida qayd etilgandek, norasmiy bandlik o'zi norasmiy bandlik bizga nima olib keladi? Haligi fuqarolarni huquqlarini nimaga cheklab qo'yadi degan birinchi o'rinda masala ko'tarilishi kerak-da. Bu yerda ish beruvchilarga norasmiy ishchi xodimlarni ishlatib, ularga konvert usulida ish haqi to'lash ularga birmuncha qulaylik yaratadi. Sababi o'sha ishchi xodimlarni o'sha belgilangan tartibda buyruqlarni rasmiylashtirmasligi va hokazo o'sha etaplarni bajarmagan ularga qulaylik olib keladi. Lekin ishchi xodimlarga boya yuqorida aytib o'tganingizdek birmuncha huquqlarni cheklab qo'yadi. Boya aytganimizdek, siz yuqorida aytib o'tganingizdek, o'sha mehnat ta'tillari ololmasligi, ijtimoiy tusdagi masalalar qonunchilikda belgilangan tartibda ololmagan natijasida ko'plab norozigarchilik va murojaatlarga kelib sabab bo'lyapti. Hozir mana o'zimizning ish jarayonimizni ko'rib turibmizki, asosan o'sha qurilish obyektlarida deyapmiz, ular mavsumiy ishlaydi. Agarda uni doimiy ish beradigan bo'lsa, ish beruvchi belgilangan oylik maoshini, ya'ni ish tadbirligida belgilangan oylik maoshini ko'rsatib o'tish kerak bo'ladi. Ishchi xodimga ham bu ish tadbirligida ko'rsatilgan oylik maoshi birmuncha to'g'ri kelmaydi. Albatta o'sha belgilangan ish hajmini qisqa muddatda bajarib turib, o'sha undan ko'proq oylik haqini olib ketishga ko'proq qiziqadi. Shu nuqtai nazaridan hozirgi kunda ko'p fuqarolarimiz o'sha mehnat huquqlarini, ya'ni huquqlarini bilmaganligi natijasida ushbu o'zaro munosabatga rozilik bildirishadi. O'shaning uchun hozirgi kunda agar bu narsa ish jarayonida o'tib ketadi, lekin uni keyinchalik huquqiy oqibatlari boya yuqorida sanab o'tganimizdek, o'sha pensiya ta'minoti, kredit ololmasligi va hokazo o'sha davlatdagi boshqa imtiyozlardan foydalanmasligiga olib keladi. O'shaning uchun undan tashqari endi hozir qurilish obyektlarida, qurilish jarayonlarida biz o'sha ko'p boya yuqorida aytib o'tdim, bahs hodisalar ko'p guvoh bo'lyapmiz, bahs hodisa uchrayapti. Ishchi xodim
ishga keladi norasmiy ish o'rnida, ya'ni o'sha ish beruvchi aytadi, bir hafta 10 kun o'sha sinov muddatida ishlab turasan, keyin seni o'sha belgilangan tartibda buyruqni rasmiylashtirish ishga muntazam ishga olamiz deydi. O'sha tegishli bilim ko'nikmaga ega bo'lmagan ishchi xodimni mustaqil ishga qo'yib yuborganlik natijasida haligi ishchi xodim bilan turli xildagi bahs-qozilar sodir bo'lyapti. Bahs-qoz sodir bo'lgandan keyin o'sha fuqaro tan jarohati olish natijasida nogiron yoki boquvchisi vafot etayotgan holatlari ham ko'p kuzatilmoqda. Endi boquvchisi vafot etgandan keyin, ya'ni o'sha nogiron bo'lib qolgandan keyin o'sha qanaqa unga ijtimoiy tusdagi masalalar ko'rib chiqishi, ya'ni unga kompensatsiyalar, to'lov masalalari ko'rib chiqilishi kerak degan mehnat qonunchiligi aniq normalar belgilangan. Vazirlar qarorlarida ham aniq normalar belgilangan. Endi o'sha normalarni tatbiq etishda o'sha birmuncha noqulayliklar keltirib chiqaradi. Sababiki uni oylik haqi umuman ham bo'lmasligi mumkin. Umuman ham bo'lmasligi mumkin. Oylik haqi aniq belgilanmagan, ya'ni o'sha mehnat shartnomasida ko'rsatilgan aniq oylik ish haqi belgilanmagan bo'ladi. Uni oylik haqi belgilanmagandan keyin haligi to'lov kompensatsiyalar o'z-o'zidan birmuncha past chiqadi. Shuni nuqtai nazardan ishchi xodimlarga, ko'proq fuqarolarga bu narsa salbiy ta'sir ko'rsatadi. Farhod aka, mana hozir siz ozginchasini mana sanab o'tdingiz, aynan o'sha salbiy tomonlarni, lekin mana shu salbiy tomonlarni bartaraf etish uchun bugungi kunda davlatimizda qandaydir bir chora-tadbirlar amalga oshirilyaptimi? Ko'zda tutilganmi, rejada bormi? Albatta, boya ekspertlarimiz yuqorida aytib o'tishdi, normativ huquq hujjatlar o'zgartirish, qo'shimcha kiritish kerak degan masalani ko'tarishdi. Bizda aniq mexanizmlar bor. Ya'ni O'zbekiston Respublikasida aniq normativ huquq hujjatlar bor. Aynan o'sha qurilish sohasida yoki bo'lmasam qishloq xo'jaligida albatta o'sha qurilishda, qishloq xo'jaligi umumiy ovqatlanish shoxobchasidami aniq mexanizmlar bor. Ishga qabul qilish, ishdan bo'shatish, o'sha yagona milliy mehnat tizimiga kiritish tartiblari aniq belgilangan. Bu borada biz soliq organlari bilan muntazam ravishda monitoring ishlarini olib boramiz. Agarda qanaqadir o'sha norasmiy ishlayotgan xodim qonun buzilishi aniqlansa, ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksda belgilangan normalar kiritilgan, o'sha ta'sir choralar qo'llayapmiz. Lekin bu narsani biz tushuntirish natijasida hozirgi kunda ancha-muncha norasmiy sektor kamayishni boshlayapti. Bu narsani biz o'zimizni ish jarayonimizda kuzatib boryapmiz. Sababi o'sha qurilish obyektlari bunaqa holatlarga duch kelganligi uchun, ya'ni nazorat qiluvchi organlar tomonidan har xil ta'sir chora qo'llanganidan keyin уже rasmiy sektorga, rasmiy ish olishga o'tib boryapti. Bu orada biz har qanaqa tushuntirishlarni olib boryapmiz. O'z-o'zidan ish beruvchilarning ham huquqiy savodxonligi oshib boryapti. Bu natijasida hozirgi kunda ancha norasmiy sektor kamayishib borib, rasmiy sektorga o'tyapti. Bu yerda buncha ishlar, ko'p ishlar amalga oshirilyapti soliq organlari bilan birga. Rahmat sizga Farhod aka, yaxshi fikrlar bildirdingiz. Muhabbatxon, siz katta ilmiy xodimsiz. Bilamizki, jamiyatdagi har qanday muammoning yechimi bu ilm bilan, tadqiqotlar bilan amalga oshiriladi. Nima tavsiya qilishingiz mumkin? Bugungi kunda aynan agar hozirgi 24-yil bilan 17-yilni solishtiradigan bo'lsak, 17-yilda norasmiy band bo'lganlarning ulushi 60% bo'lgan. Bugunga kelib esa 38% ga tushirishga erishdik. Buni eng birinchi sabablardan biri bu 20-yilda mana soliq qo'mitasidan kelgan ekspertimiz ham juda yaxshi biladilar. Daromad solig'ini progressiv shkaladan qat'iy shkalaga o'tkazganimiz bo'lgan bo'lsa, ikkinchisi bu o'zini o'zi band qilish tizimini rivojlantirganimiz bo'lgan. Mana shu ikkita asosiy ustuvor yo'nalishlarning natijasida bugungi kunda biz norasmiy bandlikni sekin-asta bo'lsa ham qisqartirilishiga olib kelishiga sabab bo'lyapti. Va umuman olganda bizdagi asosiy sabablaridan biri bu norasmiy bandlikda aholini ko'p bo'lganini sabablaridan biri, mana hali studentimiz ham savol berdilar. O'z umuman olganda yoshlar bu mehnat bozoridagi eng nozik jihat hisoblanadi, nozik band aholi hisoblanadi. Umuman olganda yoshlarning orasidagi ishsizlik darajasi ham umumiy bandlikka nisbatan 2 baravar yuqori. Bu birinchi o'rinda, misol uchun, ularning ish tajribasi yetishmasligi sabab bo'lsa, ish
o'rni yaxshi, misol uchun yaxshi haq to'lanadigan rasmiy bo'lgan ish o'rnini topolmasidagi eng asosiy to'siqlardan bittasi bu ish tajribasini yetishmasligi. Ikkinchisi bu oliy ma'lumotni yetishmasligi. Chunki norasmiy sektorda band bo'lganlarni adashmasam, agar bandlik vazirligida ekspertimiz to'g'rilaylar, agar adashgan bo'lsam, bor yo'g'i 5-6% oliy ma'lumotga ega. Ya'ni boshqa misol uchun dunyo olimlari ham buni tan olgan, oliy ma'lumot rasmiy ish topishga va yuqori maosh to'lanadigan ish topishga bevosita ta'sir etadi. Shu o'rinda bugungi kunda O'zbekistonda jami band aholini bor yo'g'i bir 34-35% oliy ma'lumotga ega. Bu rasmiy sektorda faoliyat yuritayotganlarni. Bu ham qisman bo'lsa-da mana shu norasmiy sektorda ish olib borishiga ham sabab bo'lyapti. Ikkinchi o'rinda buni xalqaro ekspertlar tomonidan ham tan olingan narsa, bugungi kunda O'zbekiston mehnat qonunchiligida ishdan bo'shatishda qator byurokratik to'siqlar mavjud. Bu ham o'z navbatida ish beruvchilarni, mana shu xodimlarni rasmiy ishga olishda to'sqinlik qilayotgan bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, yuqorida soliq qo'mitasidan kelgan ekspertimiz aytdilar, ish beruvchilar tomonidan ularga norasmiy bandlikni yuzaga kelgani tekshiruvlar natijasida aniqlanganda, ularga nisbatan qo'yiladigan to'lov summasi, shaxsan meni fikrim va xalqaro tajribani o'rgangan holda shunaqa fikrga keldiki, bu summa juda ham kam. Uni misol uchun ko'tarish orqali norasmiy bandlikni yana ham qisqartirish mumkin. Lekin yana bir jihati, butun ko'plab tadqiqotlar shuni ko'rsatganki, misol uchun mana tadbirkorimiz ham aytdilar, biznes tomonidan, ish beruvchilar tomonidan norasmiy ishga yollashi eng birinchi sababi bu soliq deb. Ish beruvchilar tomonidan aytishadi, mana soliqlarni ko'pligini hisobiga norasmiy olishga majbur bo'lyapmiz boshqa deb. Bu ham bor, albatta bu ham qanaqadir bir to'siq bo'ladi, lekin bu yerda men fikrimcha va tadqiqotlarni ko'rib shunaqa fikrga kelganmizki, byurokratik jihatlar juda ham ko'p va eng asosiysi, barcha ekspertlarimiz aytdi, xodimlarimiz, ish beruvchilar ham, ishlovchilar ham o'zini haq-huquqlarini yaxshi bilmasligi. Bularning barchasi albatta norasmiy sektorni rivojlanishiga olib keladi. Lekin bugungi kunda mamlakatimizda olib borayotgan islohotlar natijasida o'ylaymanki 27-yilga kelib o'zi norasmiy band bo'lganlar ulushini 30% gacha kamaytirish maqsad qilib belgilangan Vazirlar Mahkamasining 366-qarorida. Bugungi kunga kelib esa 24-yilda 38%. Ya'niki 2 yil ichida biz mana shu maqsadli ko'rsatkichga bemalol erishamiz deb o'ylayman. Rahmat. Rahmat fikrlar uchun va ma'lumotlar uchun. Marhamat. Mana yuqoridagi javobni to'ldirib o'tmoqchiman. Soliq organlari tomonidan bittasi savol berdi, balkim bandlikni ta'minlashda soliq yukini og'irligi sabab bo'layotgandir degan savol berdi. Soliq yuki endi qaysidir ma'noda kimga 5 qo'l barobar emas-ku, kimgadir og'ir, kimgadir yengildi. Agar haqiqiy to'g'ri ishlaydigan tadbirkor bo'lsa, buni mohiyatini o'zi anglab yetadi. Ya'ni O'zbekistonda bugungi kunda daromad, ya'ni jismoniy shaxslar tomonidan to'langan daromad solig'i, siz boy aytib o'tdingiz, 12% qilib belgilab qo'yilgan. U oldinlari pog'ona shkalaga bo'lingan edi. Endi kim qancha ko'p daromad topsa, ko'p soliq to'lardi. Endi bugungi kunda 12% qilib belgilangan. Bu jismoniy shaxs, ya'ni ish haqqi oluvchi shaxs tomonidan to'langan soliq. Bu jismoniy shaxslar tomonidan to'langan daromad solig'i 12%. Ana endi ish beruvchi tomonidan ish haqqi fondiga nisbatan ijtimoiy soliq to'laydi. Ijtimoiy soliq ham bugungi kunda O'zbekistonda 12% qilib belgilangan. Bu endi oldingi davr bilan solishtirish mumkin-da. 2005-yilda 36% bo'lgan. Bugungi kunda 12%. Endi soliq organlari tomonidan huquqiy ta'sir chorasini qo'llash borasida ishlar amalga oshiryapti, lekin davlatimiz rahbari hozirgi kundagi talablar nima? Tadbirkorga yordam berish. Soliq organlari bugungi kunda tadbirkorga madadkor. Ya'ni soliqchi ko'makchi tamoyili asosida ish olib bormoqda. Ya'ni bugungi kunda aytadigan bo'lsa, respublikada 9453 ta mahalla bo'ladigan bo'lsa, har bitta mahallaga soliq inspektori biriktirilgan. Ya'ni bugungi kunda 4311 nafar soliq xodimi o'sha yuqori sanab o'tilgan 9453 ta mahallaga biriktirilgan.
ushbu mahallalarda mahalla hududda faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik subyektlarini nima edi, ularga huquqiy yordam ko'rsatish, huquqiy maslahatlar berish, ya'ni soliq sohasiga oid savollarga javoblar berish, soliq hisobotlarini to'ldirishda amaliy yordamlar ko'rsatish. Misol uchun, yangi tashkil topgan o'rta biznes, kichik biznes vakillari soliq hisobotlar topshirishda muammolarga duch kelishi mumkin yoki tushunmovchiliklarga duch kelishi mumkin. Bu narsa oldin bu mahalla soliq inspektorlari faoliyati tashkil etilmasdan, ya'ni mahalla yettiligida soliq inspektori faoliyati tashkil etilmasdan bunaqa savollar to'g'ridan-to'g'ri qo'mitaga kelish holatlari bo'lardi. Qo'mita yoki boshqarma darajasiga. Bugungi kunda prezidentimiz tashabbusi bilan shu narsa joriy qilindiki, tadbirkor bo'ladimi, aholi bo'ladimi, ularning muammolari to'g'ridan-to'g'ri joyining o'zida, mahallaning o'zida hal etib kelinmoqda. Buni oqibatida mana 2025-yil 1-chorak davomida mahalla soliq inspektorlari tomonidan, ya'ni mahalla yettiligi bilan hamkorlikda 62,000 nafardan oshiq ishchi xizmatchilarni faoliyati qonunlashtirildi, ya'ni legallashtirildi. Endi soliq xodimlari tomonidan, endi prezidentimiz aytibdilar, mana yuqoridagi savolingizni men izohlab o'taman. Soliq xodimlari bugungi kunda u oldingidagi tasavvur bor edi, qoralovchi organ, nazorat qiluvchi, tekshiruvchi organ sifatida qilardi. Ana endi hozir bugungi kunda soliq xizmati organlari bu tadbirkorga ko'makchi. Har sohada, soliq sohasida bo'ladimi yoki hisobotlarni topshirish sohasidami, bank kreditlari sohasida o'zining maslahatlarini, tushunchalarini berib o'tadi. Endi prezidentimiz aytibdi, to'g'ri ta'sir chorasini qo'lla, lekin to'g'ridan-to'g'ri ta'sir chorasidan oldin ularni ogohlantirish tizimi. Ya'ni unga birinchi imkoniyat degan tamoyil. Birinchi imkoniyat berginki, u to aniqlangan kamchilikni bartaraf etishga sharoit yaratgandir. Endi mana bugungi kunda mahallaga biriktirilgan soliq inspektorlari o'zining hududiy tadbirkorlik sohasida yo'l qo'yayotgan huquqbuzarlik holatlari bo'ladi. Mana 78-sonli prezident qaror qabul qilindi. Ushbu qaror bilan soliq inspektorlariga 4 yo'nalishda sayyor soliq tekshiruvini o'tkazish huquqi berildi, ya'ni vakolat berildi. Ularda ikkinchi yo'nalish ishchi xodimlarni to'liq ko'rsatmaslik yoki ish haqi fondini yashirib ko'rsatish holatlari bo'yicha sayyor soliq tekshiruvlar o'tkazish huquqi berildi 1-apreldan boshlab. Endi soliq inspektorlari o'zining mobil ilovasi orqali o'sha huquqbuzarlik aniqlangan tadbirkorlik subyektiga tashrif buyurgan holda, birinchi marta tashrif buyurgani holda agar aniqlansa huquqbuzarlik, uni ogohlantirish, rasmiy ogohlantirish beradi. Uni shaxsiy hisob varaqasiga ogohlantirish boradi. Shaxsiy hisob varaqasiga shaxsiy kabinetiga ogohlantirish bir vaqtning o'zida tadbirkorlik subyektining rahbarining telefon raqamiga ham SMS shaklida boradi. Ya'ni ogohlantiradi. Qaysi soliq huquqbuzarlik turi bo'yicha aniqlangan bo'lsa, ushbu holatni bartaraf etishingizni to'g'risida ogohlantiramiz. Sizga kelgusida ushbu holat takrorlanganda yoki bartaraf etilmaslik holati bo'lganda sizga huquqiy ta'sir chorasi qo'llash to'g'risida ogohlantirma degan ma'noda SMS xabar boradi. Keyingi tashrifda yoki keyingi sayyor soliq tekshiruvlarda ushbu holat bartaraf etilmasagina haligi yuqorida aytib o'tilgan ma'muriy soliq kodeksi asosida moliyaviy sanksiyalar qo'llaniladi. Voy, eng qiziq joyida to'xtadi-ya. Qilmanglar, hozir qaytamiz. Teraflex Ultra tarkibida gingerol bor. U og'riqni yo'qotishga yordam beradi. Bo'g'imlarni tiklash uchun esa Hondra protektorlar va noyob kollagen saqlaydi. Teraflex Ultra. Yandex.Go katta chegirmalarga yaqinlashtiradi. Maxway'ning top taomlarini 40% gacha chegirma bilan buyurtma qiling va bu hali hammasi emas. Hammasi Yandex.Go ilovasida. Har bir yaxshi kun Jacobs qahvasi bilan boshlanadi. Hayotning betakror ta'midan bahramand bo'l. Birinchi buyurtmaga marketda promokod berishyapti. Qaysi marketda? Market Yandex.Go birinchi buyurtmaga mahsulotlarni Pochen promokodi bilan 50% chegirmaga xarid qiling. Qaynoqqina qahva, samimiy suhbatdosh va albatta siz sog'ingan qo'shiqlar. Xullas, xiyobonda ko'rishamiz. Aynan mana hozir yoshlar haqida ham gap ketdi. Mana shu yoshlar mana shu vaqtinchalik shu konvertdagi ish haqi deb o'zini bir
kelajakdagi bir masalalar, pensiya haqida gap ketdi, pensiyaviy bir masalalar yoki jamiyatga baribir bu konvertdagi ish haqqi ko'p tomonlama zarar. Yashirin iqtisodiyot haqida mana qo'shimcha fikrlar bayon qilindi. Mana hozir mamlakatimizda ko'p sohalarda yangilanishlar, mana imkoniyatlar, mana huquqiy sohada aytamiz, ko'p islohotlar ketyapti. Mana shu jarayonda o'zimiz shaxsiy bir taklif bilan murojaat qilmoqchiman. Aynan o'sha xususiy sektor deymiz, mana davlat sektori deymiz yoki mana shu ish so'rab boruvchi bir vakil deymiz, bularni bir huquqiy savodxonligini oshirishimiz kerak. Chunki biz mana 2030 strategiyamiz bor. O'zimizni jamiyatda qanchalik huquqiy o'sha savodxonlikka oshirsak, mana shunday bir muammolarni ko'p tomonlama oldini olgan bo'lamiz. Keyin bitta narsaga e'tibor berish kerak, O'zbekistonning 60%dan ortig'ini yoshlar tashkil qiladi. Aynan biz mana shu yoshlarning kelajagiga barchamiz hamma tomondan mas'ulmiz. Qaysi ma'noda? Ya'ni uni misol uchun ishga joylashishi, ish bilan ta'minlash masalasi, ertaga masalan mavsumiy ishlar deb u misol uchun konvertdagi ish haqi deb ertaga ishsiz qolsa, ertaga korxonaga o'sha qisqartirish kelib ishsiz qolsa, uni taqdiri qanaqa bo'ladi yoki shu oqibati qanaqa bo'ladi? Bo'sh qolsa yoki qaysi bir vaziyatlarni nima qilgan bo'lishi mumkin. Shu nuqtai nazardan bitta narsaga e'tibor berish kerak, ya'ni mamlakat kelajagi uchun ham, mana shu yoshlarimiz uchun ham vatanga daxldorlik tuyg'usini shakllantirib deb har tomonlama o'sha qo'llab-quvvatlayapmizmi? Ya'ni bu tomondan ham bir yoshlarni bir e'tibor berishimiz kerak. Mana shunday bir salbiy illatlarni oldini olgan holatda ko'proq mana shu huquqiy savodxonlikka oshirib jamiyat ravnaqi yo'lida, vatan kelajagi yo'lida mana shu huquqiy savodxonliklarni oshirib borishimiz kerak deb o'ylayman. Rahmat fikrlar uchun va auditoriyamizdagi mehmonimizda marhamat savoli bor edi. Savolim shundan iborat ediki, mana yuqorida aytilgan gaplar norasmiy ish haqi asosan qurilish tashkilotlarida deyildi. Xo'p, endi fikrlar qaratishlaringizni xohlardim. Bir bino qurilyapti. Uni binoni xarajatini hisoblash uchun loyiha smeta hujjatlari ishlab chiqiladi va uni xarajati ishlab chiqilgandan keyin o'shanga soliq to'laydi tadbirkor. Deylik, endi o'sha smeta xarajatlarini ichini qaraydigan bo'lsak, uni ichida ishchilarning ish haqi ham yotibdi. Endi deylik, u xarajatdan soliq to'lagandan keyin u ish haqidan yana soliq to'lasa 2 marta soliq bo'lib qolmaydimi? Bu birinchi savolim. Ikkinchi savolim shunday iborat ediki, o'zi mana iqtisodda moliyaviy xavf bor, moliyaviy xavfsizlikka chiqqan odam bor. Ya'ni moliyaviy xavfsizlikka chiqish uchun ishsiz qolgandan keyin hech bo'lmasa 6 oy uni oilasini boqa oladigan pul mablag'i bo'lishi kerak. Moliyaviy xavfdagi odam esa u oylikdan oylikkacha puli zo'rg'a yetadigan odam. Endi qurilish tashkilotlarida ishlaydigan ishchilarni juda katta qismi moliyaviy xavfdagi odamlar o'zi. Ish haqi oylikdan oylikka yetadigan odamlar. Ulardan agar soliq desak, u bitta savol beradi o'ziga. Xorijda ishlayotgan, qurilishda tashkilotda ishlayotgan odamlar soliq to'lamaydi-ku. Bu yerdagi moliyaviy xavfdagi odamdan soliq olish, buni ham baribir choralarni ko'rish kerak deb o'ylayman. Qanaqadir bir boshqacha choralarni ko'rish kerak deb o'ylayman. Rahmat savollar uchun va mana shu savollarga kim javob beradi? Ikkita savol yuqorida tashlandi. Marhamat. Birinchidan bu qurilish kompaniyalarini smetasida qo'yilgan, uni olgan foydasiga qo'yiladigan soliq boshqa va bu daromad solig'i, ya'ni mehnat faoliyatini amalga oshirganda bu butun dunyoda bor narsa. Butun dunyoda bunaqa mamlakat yo'qki, dunyoda ish haqqidan daromad solig'i to'lamaydi. Bor ba'zi rivojlangan mamlakatlar, u yerda misol uchun qanaqadir summagacha daromad topsa, ular u kam minimal darajadagi summagacha daromad topsa, ular daromad solig'ini to'lamaydi. Lekin siz aytayotgan narsa bu birinchidan davlat byudjetiga katta zarar yetkazishi mumkin. Chunki mana o'ylab qarang, men soliq to'lovchiman, misol uchun bular soliq to'lamaydilar. Lekin ikkalamizni farzandimiz ham maktabga boradi, to'g'rimi? Tekin maktab. Bizda maktab to'g'ri, xohlasak xususiyga beramiz, lekin asosan bizning farzandlarimiz asosiy qismi misol uchun xususiy sektorga bor yo'g'i 1% bolalar boradi maktabga. Bog'chada to'g'ri ko'proq. Qarang-da, bular ham bolasi boryapti, xuddi o'shanaqa ta'lim olyapti, xuddi shu imkoniyatlardan foydalanyapti, lekin bular daromad solig'i to'lamayaptilar. Meni ham bolalarim xuddi shunaqa boryapti, lekin men daromad solig'i to'layapman. Bu narsa tibbiy sohaga ham bog'liq. Misol uchun, mazangiz bo'lmadi,
bo'lmadi, telefon qilib chaqirdingiz, tez tibbiy yordam keldi, to'g'rimi? Sizga yetmaydi-ku, siz qani rasmiy sektorda faoliyat yuritasizmi yoki yo'qmi deb kelib sizga o'sha xizmatlarni hammasini ko'rsatib ketadi. U kimning hisobiga? Mani hisobimga, bularning hisobiga emas. O'shaning uchun to'g'ri, O'zbekiston ijtimoiy davlat, bizda ijtimoiy xizmatlar hammaga baravar ko'rsatiladi, lekin shu narsalarni ham inobatga olish kerakki, har bir soliq bu O'zbekistonda misol uchun tadbirkor yoki bo'lmasam mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan fizikiy xodim qanaqadir davlatga nisbatan ko'proq soliq to'lamaydi. Ya'ni aytmoqchimanki, ijtimoiy davlat bo'lganimiz hisobiga umuman olganda biz ishchi sifatida faqat daromad solig'ini to'laymiz. Bo'ldi, boshqa hech qanaqa hozirgi kunda aynan mehnat faoliyatimizga doir bo'lgan hech qanday soliqlarni biz to'lamaymiz. To'g'ri, bizni ish beruvchimiz biz uchun yana ijtimoiy soliqni ham to'laydi, lekin biz ishchi sifatida xuddi boshqa mamlakatlar kabi, bu rivojlangan mamlakatlarda ham xuddi shunaqa, rivojlanayotgan mamlakatlarda ham, hattoki rivojlanmagan mamlakatlarda ham shunaqa. Har bir fuqaro, mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan fuqaro daromad solig'ini to'lashga majbur. Chunki u davlat tomonidan kafolatlangan ijtimoiy paket baribir foydalanadi. Rahmat. Istamasa foydalanadi. Rahmat javob uchun. Biz konvertdagi ish haqqi haqida suhbatlashdik. Sabab va oqibatlarini mutaxassislarimiz tushuntirib berishdi va bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib borar ekan. Xulosaviy fikringizni Feruza aka sizdan eshitsak, mavzuga doir norasmiy bandlikni qisqartirishda avvalambor o'sha aytadi, tanganing ikki tomoni bo'lishi kerak. Bu bir tomondan bevosita o'sha ishchi xodim o'zi harakat qilish kerak. O'sha sektorga tushib qolib, o'sha sektordan qanaqadir jabr ko'rmaslik uchun. Ikkinchi tomondan ish beruvchi xuddi shunday soliq organlari tomonidan unga nisbatan qo'llaniladigan qanaqadir sanksiyalarni oldini olish uchun. Shundagina qanaqadir balansga erishsa bo'ladi. Rahmat fikrlar uchun. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Barchangizga sog'lik va qalb xotirjamlikni tilab qolamiz. Salomat bo'ling.